Husanovni haydash kerak. Manchester City Brentford o'yinidagi mojaroli vaziyatlar. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Eng katta sovg'a esa yangi yilga 200% bonus taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz va depozit qilsangiz, qilgan depozitingizga 200% pul qo'shib berilmoqda. Shoshiling, hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va yangi yilgacha sovg'angizni olishga ulgurib qoling. Manchester City bosh murabbiy Pep Guardiola Angliya Ligasi Kubogining chorak final uchrashuvida Brentfordga qarshi yangilangan tarkibni maydonga tushirdi. Shu tariqa bir necha o'yinchilar qatori zaxirada qolib ketayotgan Abduqodir Husanov ham boshlang'ich tarkibda maydonga tushib, to'liq o'ynadi. 16-daqiqada 21 yoshli legionerimiz jamoadoshi Nathan Akening xatosidan so'ng yuzaga kelgan xavfli vaziyatni bartaraf etish chog'ida Kevin Shadega qo'pollik ishlatdi va o'yin qoidasini buzib, uning darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqishiga to'sqinlik qildi. Hakam bu holatda ogohlantirish bilan cheklandi. Bu raqib o'yinchilarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Vaziyat ommaviy axborot vositalari ekspertlari tomonidan alohida muhokama qilinmoqda. Zero uchrashuvdan so'ng Brentford bosh murabbiy Keith Edwards bu masalaga ham to'xtalib o'tdi. Manchester Cityning markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Ligasi Kubogi chorak finalida Brentfordga qarshi o'yinning boshida qizil kartochka olmasdan qolgani u uchun juda omadli bo'ldi. 16-daqiqada o'zbek futbolchisiga katta tezlik jarima maydonchasiga kirib, darvozabon bilan yakka-yakka chiqib ketayotgan hujumchi Kevin Shadeni yiqitib yubordi. Ammo hakam faqat sariq kartochka ko'rsatish bilan cheklandi. Brentford futbolchilari hakam Sam Barrotni o'rab olib, o'zbek futbolchisini maydondan chetlashishini so'rashdi. Biroq hakamlar qarori qat'iy qoldi va uni o'zgartirishmadi. Bu juda muhim vaziyat edi. Men odatda hakamlarni himoya qilishga tayyorman. Bosh murabbiy sifatida ishlagan faoliyatim davomida meni hech narsaga o'rgatishmagan. Ammo menimcha, bu safar ular xatoga yo'l qo'yishdi. To'p darvozabondan juda uzoq edi degan tushuntirish meni qoniqtirmaydi, dedi bosh murabbiy Keith Edwards. Manchester Cityning sobiq himoyachisi Andy Hinchcliffe Sky Sport telekanalidagi chiqishda bu vaziyatga quyidagicha izoh berdi. U darvozabon bilan yakka-yakka chiqib ketgan edi. Zarba berish imkoniyati bor edi. Bu aniq golli vaziyat edi. Men Brentford nima uchun norozi ekanini tushunaman. U darvozabon bilan yakka-yakka qolgan edi va uni qoidabuzarlik bilan to'xtatishdi. Uni hech bir himoyachi boshqa yo'l bilan to'xtata olmasdi. O'yin qoidalariga ko'ra, Husanov IFAB qoidalarining to'plamining 12-bandida ko'rsatilgandek, raqib jamoani gol urish yoki aniq golli imkoniyatdan mahrum qilgani uchun qizil kartochka loyiq qoidabuzarlik sodir etgan. Hakamlikning xatosi VAR tizimi orqali ko'rib chiqiladi. Biroq Angliya Ligasi Kubogida VAR tizimi faqat yarim final bosqichidan, ya'ni keyingi raunddan boshlab qo'llaniladi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu vaziyatda haqiqatan ham Abduqodir Husanov qizil kartochka loyiq o'ynadimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.